Diqqat! Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz yoki oilangizda ota-onangiz, aka-opangiz, qarindoshingiz, qo'shningiz shu yosh toifasiga kirsa, bu ma'lumotni hozirroq eshitib oling. 25 avgustdan boshlab hujjatlar, ijtimoiy to'lovlar, pensiya, mehnat staji va ayrim davlat xizmatlari bo'yicha murojaatlarda muhim tartiblar yanada jiddiy tekshiriladi. Men bu mavzuni oddiy odam tushunadigan tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta yetishmayotgan ma'lumot yoki vaqtda berilmagan ariza odamni o'ylab sarson qilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu masala ko'pchilik oilalarga bevosita tegishli. Avval odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Pasportim bor, mehnat daftarcham bor. Yoshim yetganda davlat o'zi hisoblab beradi. Kerakli pul o'zi tushadi. Amalda esa hammasi bunchalik oddiy emas. Ayniqsa 1975 yilgacha tug'ilgan fuqarolarda eski namunadagi hujjatlar, Sovet davridan qolgan mehnat daftarshalari, korxona nomi o'zgargan ish joylari, yopilib ketgan tashkilotlar, arxivga topshirilmagan ma'lumotlar, familiya o'zgargan holatlar juda ko'p uchraydi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjat asosida yuritilgan. Masalan, odam 1993-yilda bir zavodda ishlagan, keyin zavod nomi o'zgargan, keyin xususiylashtirilgan, keyin butunlay yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin muhr xira sanalar aniq ko'rinmaydi yoki lavozim yozuvi noto'g'ri. Bunday holatda pensiya yoki nafaqa hisoblashda o'sha davr staji tan olinmasligi, qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi yoki arxivdan tasdiq so'ralishi mumkin. Hozir o'zgarayotgan asosiy narsa shuki, davlat xizmatlari tobora elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pasportdagi ma'lumot, JSHIR, mehnat staji, soliq to'lovlari, ish haqi ma'lumotlari, bank kartasi, yashash manzili va ariza ma'lumotlari bir-biri bilan mos kelishi kerak. 25 avgustdan keyingi murojaatlarda aynan shunday moslikka ko'proq e'tibor berilishi kutilmoqda. Bu kimnidir qo'rqitish uchun aytilayotgan gap emas. Men sizga oldindan tayyor bo'lish kerakligini tushuntiryapman. Eng avvalo 1975 yilgacha tug'ilganlar buni jiddiy qabul qilishi kerak. Nega aynan shu toifa? Chunki bu yoshdagi odamlarning katta qismi pensiyaga yaqinlashgan. Ayrimlari allaqachon pensiyada, ayrimlari nogironlik, boquvchini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu avlod ko'pincha uzoq yillar turli joylarda ishlagan, lekin hamma ish joyi elektron tizimda to'liq aks etmagan. Masalan, 1936 yilda tug'ilgan ayolni olaylik. U 1997 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin farzandli bo'lgan. Keyin 1998 yildan 2006 yilgacha maktab oshxonasida ishlagan. Keyin uyda dehqonchilik bilan shug'ullangan. Uning mehnat daftarchasida birinchi ish joyi bor, lekin ishga kirgan sanasi yozilgan. Ishdan bo'shagan sanasi boshqa varaqda xira tushgan. Agar u pensiya yoki staj bo'yicha murojaat qilsa, shu 5 yil staj masalasida savol tug'ilishi mumkin. Bu 5 yil oddiy raqam emas. Ba'zan aynan shu 5 yil pensiya miqdoriga ham, huquq paydo bo'lish muddatiga ham ta'sir qiladi. Yana bir misol. 1972 yilda tug'ilgan erkak 1990 yillarda qurilish tashkilotida mavsumiy ishlagan. Ish haqi naqd berilgan. Soliq yoki sug'urta ma'lumotlari elektron bazada ko'rinmasligi mumkin. U o'ylaydi, men ishlaganman-ku, hamma biladi. Lekin davlat organi uchun hamma biladigan tushuncha yetarli emas. Hujjat kerak, arxiv ma'lumoti kerak, mehnat daftarchasidagi yozuv kerak yoki sud orqali faktni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha mehnat faoliyatingiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, oxirgi yillarda doimiy ish joyingizdan soliq va ijtimoiy to'lovlar o'tgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, JSHIR mavjud bo'lsa, bank kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa va oldin davlat xizmatlari orqali tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, sizda muammo chiqish ehtimoli kamroq. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bitta harfdagi xato ham arizani qaytarishga sabab bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, murojaat qilgan odamdan faqat men falon yoshdaman degan gap emas, balki aniq va mos keladigan ma'lumotlar talab qilinadi. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, mahalla, soliq, bandlik organi yoki boshqa idoralarga murojaat qilganda sizning ma'lumotlaringiz turli bazalarda tekshiriladi. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport raqami, JSHIR,
manzil, telefon raqami, bank karta ma'lumotlari bir-biriga bog'lanadi. Avval ayrim holatlarda xodim hujjatni qo'l bilan ko'rib, keyin qo'shimcha so'rov yuborar edi. Endi esa elektron tizimdagi mos kelmasliklar darhol ko'rinadi. Masalan, pasportda O'g'iloy deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Ugiloy deb yozilgan yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan. Lekin mehnat daftarchasidagi eski familiya bo'yicha tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi yo'q. Shunda tizim yoki mas'ul xodim qo'shimcha hujjat so'raydi. Bu o'zgarishning sababi oddiy, davlat noto'g'ri to'lovlar. 2 marta to'lov olish, boshqa odam nomidan murojaat qilish, soxta staj kiritish, arxivsiz ma'lumot bilan pul ajratish kabi holatlarni kamaytirmoqchi. Bu yomon narsa emas. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun qiyinchilik tug'diradi. Ayniqsa katta yoshdagilar hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirsa, keyin navbat arxiv so'rov tuzatish, qayta arizani berish bilan vaqt yo'qotadi. Men birinchi navbatda pasport yoki ID kartadagi ma'lumotni tekshirishni maslahat beraman. Tug'ilgan sana, ism, familiya, otasining ismi, yashash manzili to'g'rimi? Ba'zan odamning eski pasportida bitta ko'rinish, yangi ID kartasida boshqa ko'rinish bo'ladi. Masalan, Abdullayev va Abdullayev kabi farqlar kichik ko'rinadi, lekin arxiv hujjatlari bilan solishtirganda savol tug'dirishi mumkin. Ikkinchi muhim hujjat mehnat daftarchasi. Undagi har bir ishga kirish va ishdan bo'shash sanasini qarab chiqing. Muhr bormi, imzo bormi, buyruq raqami yozilganmi? Agar biror sahifa yirtilgan, muhr xira yozib o'chgan, sana to'liq emas yoki korxona nomi tushunarsiz bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Keyin ko'ramiz deyish eng katta xato. Chunki arxivdan ma'lumot olish ba'zan bir necha hafta, hatto bir necha oy davom etishi mumkin. Uchinchi masala ish haqi va stajni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Pensiya miqdoriga faqat yosh emas, balki ish staji va ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar sizda eski ish haqi ma'lumotnomalari, buyruq nusxalari, shartnomalar, kasaba uyushmasi bileti, harbiy xizmat hujjati, o'qish davri hujjatlari, bola parvarishi bilan bog'liq ma'lumotlar bo'lsa, ularni alohida papkaga joylab qo'ying. 4-masala bank kartasi, ijtimoiy to'lovlar, pensiya yoki nafaqa ko'pincha bank kartasiga tushadi. Karta o'zingizning nomingizda bo'lishi, amal qilish muddati tugamagan bo'lishi, telefon raqam bilan bog'langan bo'lishi kerak. Juda ko'p odamlar farzandining kartasidan foydalanadi. Bu kundalik hayotda qulay tuyuladi, lekin rasmiy to'lovlarda muammo keltirishi mumkin. To'lov oluvchi shaxs bilan karta egasi bir xil bo'lishi kerak. Birinchi misol. 1965 yilda tug'ilgan fuqaro 20 yil turli tashkilotlarda ishlagan, lekin oxirgi tekis yil norasmiy ishlagan. U pensiyaga chiqishda men 28 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Hujjat tekshirilganda esa faqat 20 yil tasdiqlanadi. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi. Agar u oldindan sobiq ish joylaridan arxiv ma'lumotlarini yig'ganida ayrim yillarni tiklash imkoni bo'lardi. Ikkinchi misol. 1970 yilda tug'ilgan ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasi qizlik familiyasida boshlangan, keyingi ish joylari turmushdagi familiyada davom etgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, bu ikki davr bir shaxsga tegishli ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Buning uchun FXD YOdan ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Uchinchi misol. 1974 yilda tug'ilgan erkak chet elda ishlagan, lekin O'zbekistondagi staji kam. U chet eldagi ishlagan yillari avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday masalalarda davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy shartnomalar va tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Og'zaki aytilgan daromad yoki chet eldan yuborilgan pul o'tkazmalar har doim ham staj sifatida tan olinmaydi. 4-misol. Bir odamning tug'ilgan sanasi eski hujjatda olmay, yangi pasportda olmay bo'lib qolgan. U buni ahamiyatsiz deb yuradi. Lekin yoshga bog'liq huquq, pensiya sanasi, imtiyozli toifa yoki ariza muddati hisoblanganda bitta kun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bunday xatoni faqat ariza kuni emas, oldindan tuzatish kerak. Hamma holat bir xil emas. Masalan, ayrim fuqarolarda mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi tugadi degani emas. Ish joyi saqlanib qolgan bo'lsa, tashkilotdan ma'lumotnoma olinadi. Tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Arxivda ma'lumot topilmasa, boshqa dalillar orqali masala ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bularning hammasi vaqt, sabr va to'g'ri tartibni talab qiladi. Yana bir nozik joy bolalar parvarishi davri. Ko'pchilik ayollar farzand tug'ilgandan keyin
uyda o'tirgan yillar umuman hisobga olinmaydi deb o'ylaydi yoki aksincha hammasi to'liq qo'shiladi deb ishonadi. Aslida bu masala qonunchilikdagi aniq tartiblarga bog'liq. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi ta'til yozuvlari, ish joyidan berilgan buyruqlar bo'lsa, ularni saqlash kerak. Harbiy xizmat davri ham muhim. Erkaklarda harbiy bilet, xizmat muddati, xizmatga chaqirilgan va qaytgan sanalar aniq bo'lishi kerak. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limi orqali ma'lumot olish mumkin. Bu ham pensiya stajiga ta'sir qiladigan holatlardan biri bo'lishi mumkin. Nogironlik, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli pensiya, ko'p bolali ona, o'quvchisini yo'qotganlik kabi holatlarda esa qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Masalan, zararli sexda ishlagan odam faqat men og'ir joyda ishlaganman deb ayta olmaydi. Lavozim, sex ish sharoiti, buyruq, attestatsiya yoki arxiv ma'lumoti kerak bo'ladi. Shu sababli eski ish joyingizdagi lavozim nomi juda muhim. Eng katta xavflardan biri firibgarlik. Bunday xabarlar tarqalganda ayrimlar hujjatingizni tezlashtirib beramiz, pensiyangizni oshirib beramiz. 25 avgustgacha pul to'lasangiz ro'yxatga kiritamiz deb odamlarni aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga pasport nusxasi, karta kodi, SMS kod, bank ilovasi, parol yoki elektron imzo ma'lumotlarini bermang. Rasmiy to'lov, ariza va hujjat ishlari faqat Davlat xizmatlari markazi, my.gov.uz, pensiya bo'limi, mahalla yoki vakolatli idoralar orqali amalga oshiriladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, bank karta rekvizitlari bitta papkada bo'lsin. Hujjatlar tarkov bo'lsa, murojaat kuni asabiylashasiz va muhim qog'oz qolib ketadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini sahifa tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha kirgan sana, chiqqan sana, lavozim, buyruq raqami, muhr va imzo borligini ko'ring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, o'sha tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivga so'rov bering. Uchinchi qadam, Davlat xizmatlari markaziga yoki my.gov.uz portaliga kirib, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshiring. Agar elektron raqamli imzo ishlatsangiz, shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Telefon raqam sizning nomingizda bo'lishi maqsadga muvofiq, chunki ko'p tasdiqlash jarayonlari SMS orqali amalga oshadi. 4-qadam. Pensiya yoki ijtimoiy to'lovga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya yoshga yetgan kuni emas, kamida bir necha oy oldin hujjatlarni tekshirtiring. Agar biror staj tasdiqlanmasa, sizda uni tiklash uchun vaqt bo'ladi. Bu sizning pulingizga bevosita ta'sir qiladi. 5-qadam. Ariza yozganda umumiy gap yozmang. Masalan, stajimni qo'shib bering deyish o'rniga aniq yozing. 1991 yil mart oyidan 1996 yil sentabr oyigacha falon tashkilotda ishlagan davrini tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotini olishda amaliy yordam so'rayman. Aniq sana, tashkilot nomi, lavozim va manzil yozilsa, murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 6-qadam. Barcha topshirgan hujjatlaringizdan nusxa olib qo'ying. Ariza bergan bo'lsangiz, kirim raqamini oling. Og'zaki aytilgan gapga suyanib qolmang. Ertaga kelavering. Keyin hal bo'ladi degan gaplar o'rniga rasmiy javob, ro'yxatga olingan ariza va hujjat nusxasi bo'lishi kerak. Shunda keyin masalani kuzatish oson bo'ladi. 7-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Katta yoshdagi ota-onalarimiz ko'pincha elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Arxivga qanday yozishni bilmaydi. Bank ilovasidan qo'rqadi yoki navbatda turishga qiynaladi. Siz farzand, jiyan yoki qo'shni sifatida ularga hujjatlarni tartibga solishda yordam bersangiz, katta muammoning oldi olinadi. 25 avgustdan keyin murojaatlar ko'payishi mumkin. Odamlar xabarni eshitib birdaniga Davlat xizmatlari markaziga boradi. Arxivlarga so'rov ko'payadi. Telefonlar band bo'ladi, navbatlar cho'ziladi. Shuning uchun men sizga shoshiling, vahima qilmang, lekin kechiktirmang deyapman. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni bugundan tartibga solish. Bundan tashqari ko'p muammolar bir kunda hal bo'lmaydi. Familiya xatosini tuzatish uchun FDYO kerak bo'lishi mumkin. Arxiv hujjatini olish uchun so'rov yuboriladi. Eski tashkilot ma'lumotini topish uchun bir nechta joyga murojaat qilinadi. Bank kartasini yangilash uchun bankka boriladi. Agar siz bularni oxirgi kunga qoldirsangiz,
to'l kechikishi yoki ariza qaytishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har bir holatda yakuniy qaror rasmiy hujjat va amaldagi qonunchilik asosida qabul qilinadi. İnternetdagi xabar, qo'shnining gapi yoki tanishning tajribasi sizning holatingizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun eshitgan ma'lumotni albatta rasmiy manbadan tekshiring. Lekin tekshirish uchun ham hujjatlaringiz qo'lingizda bo'lishi kerak. Demak, 1975 yilgacha tug'ilganlar va ularning yaqinlari uchun eng muhim vazifa hujjatlarni tartibga solish, mehnat stajini tekshirish, shaxsiy ma'lumotlardagi xatolarni tuzatish, bank va elektron ma'lumotlar mosligini ko'rib chiqish. 25 avgustdan keyingi tartiblar ko'proq aniqlik, ko'proq tekshiruv va ko'proq hujjat intizomini talab qiladi. Tayyor odam yutadi. Beparvo odam esa vaqt, asab va pul yo'qotishi mumkin. Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz, bugunoq mehnat daftarchangizni ochib ko'ring. Agar ota-onangiz shu yoshda bo'lsa, ularga yordam bering. Izohlarda yozing. Sizda mehnat staji, pensiya, arxiv yoki hujjat xatosi bo'yicha muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan xabar kimningdir katta muammosini oldindan hal qilishi mumkin.